Assalomu alaykum, hurmatli agroponika kanali obunachilari. Bugun Nurbek akamni Romitandagi issiqxonalarga keldik. Biza bilan ish yurituvchi Nodir akam ma'lumotlarni berib boralar. Kadrga tushmayman dedilar. Mayli, og'zaki savol javob qilib turamiz. Nodir aka, qachon ekildi bu? Bu 3-noyabrda ekilgan. 3-noyabr. Alaminey bir sortimiz 3-noyabr kuni ekildi. Bugun Xudo xohlasa 10-mart sanamiz. Hurmatli obunachilar. Ko'rishimiz mumkin. Endi hali barg o'chish jarayonlari davom etyapti. Mana hosillari juda ajoyib. 2-gulxona, 3-gulxona, 4, 5. Umuman gul kuydirmasdan muammosiz olgan Alaminey F1. Alaminey F1ni har doim ustunlik tomonini aytib o'tamiz. Qishni kalta kunlari, past haroratlarda ham barqaror meva ushlashi. Hurmatli obunachilar. Xo'sh, Nodir aka necha mingta ko'chat ekdik gektariga? Gektariga 20 mingga yaqin ekilgan. Hurmatli obunachilar, 20 ming dona bir gektarga ko'chat ekkanmiz. Mana shu stoyka bilan stoykani orasi 8 metr. Biz shunga 4 metrga ko'tarma pushta qilganmiz. 2 metrga ko'tarma pushta qilib 4 bo'lak qilib qo'yganmiz. Havo aylanishlari juda yaxshi. Oxirlari bemalol ko'rinadi. Shunda ham bu hozir zichlashib qolgan. Ikkinchi blokda shu 7 metrlik mana shu stoykalar orasi unda 3 qator qilib ekilgan. Unda natijalar juda ham boshqacha, hurmatli obunachilar. Ko'rishimiz mumkin. Pomidorlarning hajmi ham zakoni 200 gramdan birortasi kam emas. Mana. Xo'sh. Doimiy ravishda biologik himoya bilan olib keldik. Qanaqa biologik preparatlardan foydalandik hozirgacha Nodir aka? Qanaqasidan ishlatdik Nodir aka? Organika F bilan boshladik. Ildiz himoyasi uchun faqat. Mana shunaqa organikalardan boshlab ishlab kelyapmiz hozircha. Hurmatli obunachilar, shu yoshligidan boshlab organik NP'larni ham udabreniya sifatida berib borganmiz. Nodir aka tushib qoldingiz kadrga. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Charchamayapsizmi? Endi tushdi, iloji yo'q, endi kadr ketdi. Bu kishi xizmatlari katta. Biz bu kishi bilan doimiy aloqada bo'lib, Nodir aka bilan mana shu hosilni yetishtirishda o'z hissamizni qo'shdilar. Bizdan ugina, sizdan bugina bo'ldi. Shunday. Bizdan bilan sizdan mehnat talab qilindi. Zakoni qilib qattiq mehnatning natijasini bugun sizlarga video qilib ko'rsatyapmiz, hurmatli obunachilar. O'ta go'zal. Odamni ko'rib ko'zi quvnab ketadi. Juda ajoyib. Doimiy biologik himoya olib borildi. Tagidan organika F, bargidan psevdobakterium, biodukslarni virusga qarshi, bakteriyaga qarshi ishlatib turdik. Endi bakteriya biroz avj olgan paytlari nimalardan foydalandik, shu haqida ham aytib o'taylik. Baribir 100% biologiya bilan chiqmadi, uyg'unlashgan himoyada chiqdik. Fosiram septik. Keyin yana streykar va fitalavinlardan foydalandik. Shundaymi Nodir aka? Ishlov olib bordik. Natijasi yomon emas. Endi kasallik nazoratdan chiqib ketgan payt ximiyaga murojaat qilishga baribir majbur bo'lamiz. Lekin Xudo xohlasa muammosiz zo'r chiqdi. Alamina sortida Toberwef eng katta dushman sanaladi. Lekin alhamdulillah bizda unaqa muammo yo'q. Nimaga gazni kunduzi kuni yo'q qo'ydingiz Nodir aka? Axir rasxod-ku bu. Hozir rasxod qilmasangiz keyinchalik foydasini ko'rmaysiz. Hurmatli obunachilar, bizda shunaqa narsa, bulutli kun bugun Romitanda ertaga -8 gradus sovuq qo'ygan. Ichkarida mana bu barglardan chiqadigan namlik ortib, kasalliklar rivojlanib, viruslar rivojlanmasligi uchun biz bugun gaz yo'q bo'lsa ham
havo aylantirishni idealni yo'lga qo'yishimiz kerak. Agar hozir gaz yoqmay buni namli havoda ushlab tursak, mana bu pomidorlar bir kunning o'zida virus bo'lib ketishi hech narsa emas. Shuning uchun dehqonchilikda ekonom degan narsa ketmaydi. Ekonom qilsangiz o'zingizni o'zingiz aldagan bo'lasiz. Oziqlantirish sostavimizda biror marta bittalik ozuqa berdikmi, Nodir aka? Yo'q, doim mix ozuqalardan foydalanib kelyapmiz. Kerakli o'sha aminokislotalar, ozuqalar, qo'shimcha ozuqalardan ham foydalanyapmiz. Hurmatli obunachilar, e'tibor berishimiz kerak. Biror marta bitta kaliy nitratni yoki bitta kaliy sulfatni o'zini bermaganmiz. Doim qo'shib berilgan. Даже bir martada 12 ta elementdan ham foydalanib ishlatgan paytlarimiz bo'lgan. Sababi bitta o'q bilan bitta quyonni urish emas, 12 ta quyonni urish kerak. Shu uchun ham biz doim mix ozuqalardan foydalanib keldik. O'z dozalarida, o'z normalarida davriga qarab berib borildi. Xo'sh, o'tgan safar Abdulaziz akam bilan ham video olgandik. Sug'orish masalasini bir aytib o'ting siz ham. Biz bu yil qanaqa sug'ordik? Chanqatib sug'ordikmi yo har kun sug'ordikmi? Har kuni ozuqadan tashqari kunlik o'sha beriladigan suvlarni ham berib bordik. O'sha namligiga qarab albatta. Namligiga qarab kerakli suvni ham berib bordik. Mana shu bir hafta 10 kun bulutli kunlarda ham suvdan tortib qo'ydikmi, Nodir aka? Yo'q. O'sha me'yorida, kerakligida yerni namiga qaragan holda suv berib borildi har doim. Hurmatli obunachilar, biror marta suvsiz qolib qolmadi. Sababi mana bu palak o'zidan suv bug'latiladi. Bulutli kun bo'lsa ham fortishkadan o'chib namni chiqaryapmiz. O'rniga yerni nam bilan bo'yitib turganmiz. Bu eng katta sekretlardan bittasi desak ham xato qilmagan bo'lamiz. Sizlarga ham adashmaslikni tavsiya qilamiz. Bulut ekan, bugun ozuqa yemaydi ekan bu deb suvsiz qoldirib qo'ymanglar. Hech qachon u ishni qilmanglar. Sababi bu bulutda ham ishlab turgan bo'ladi. Palak ichkarida issiqlik hisobiga o'zidan transpiratsiyani amalga oshiradi. Fotosintez bo'lmasligi mumkin, lekin transpiratsiya bo'ladi. Transpiratsiya bu barglardan suvni bug'lanishi. Fotosintez nima? Fotosintez yorug'likni bargga kelishi, bargda mineral moddalar organik moddaga aylanib, ildizga qarab yo hosilga qarab yo'nalishida fotosintez deyiladi. To'g'ri, transpiratsiya fotosintez jarayonida eng yuqori cho'qqiga chiqadi, lekin oftob bo'lmadi degani bu suv bug'latmayapti degani emas. Yerdan nam tortadi, faqat kamroq. Shu uchun biza bulutli kunlar 10 kun bulut bo'lganda ham 10 kunda ham kam yerni holatiga qarab chamalab berganmiz. Endi bu yog'i sug'orish dozasi Nodir akani o'zlariga topshirganmiz. Bu kishi yerni holatiga qarab o'zlari analiz qilib sug'organlar. Zo'r, lekin birortasi pomidorlari pustishga emas. Xudo xohlasa hammasini yuki og'ir, chiroyli bo'lib pishgan. Rang kelishida ham umuman muammo yo'q, hurmatli obunachilar. O'ta qon qizil. Endi kamerada biroz yaxshi tushmayotgan bo'lishi mumkin, lekin gap yo'q. Hozir ikkinchi parniklariga ham o'tamiz. Videomizni shu joyda bir pauza qilib olamiz. Hurmatli obunachilar, biz ikkinchi blokka yetib keldik. Xo'sh, ko'rishimiz mumkin. Stoyka bilan stoykani orasi 7 metr. Bu yerda bitta, ikkita, 3 ta pushta qilingan. Bu degani 2 metrdan ham kengroq bo'lgan. Lekin rezultat bor-u, bomba bo'lgan. Bitta narsani yana inobatga olishimizni so'raymiz. Nima uchun bog'ladik, Nodir aka? Farqini sezdingizmi, yo'qmi? Ko'rishimiz mumkin. Seziladi, ana bu yerda ko'rsangiz ham bo'ladi o'zi. Mana bu yerda ko'raklarni hammasini ipchada bog'lab chiqqandik biz. Mana bu o'zi vaqtida bog'lanmay qolganda bu. Ana. Tepada vaqtida bog'langaniga qarasangiz o'zi rezultatni ham ko'rinib turibdi. Mana bu qat bo'lgandan keyin bog'lab qo'yilgan, lekin qat bo'lgandan keyin foydasi yo'q o'zi. Lekin qat bo'lmasdan oldin bog'langani juda ham katta bo'lib, bir xilda mevalarni katta qilyapti. Ko'raklarni bog'lashni tavsiya qilamiz, sababi ko'raklar katta bo'lishida juda katta xizmat qiladi. Mana. Juda ajoyib. Mana shu vaqtida deganimiz, hurmatli obunachilar, mana shu joyi sinmasdan oldin bog'lash kerak.
mana shu holatida. Qat bo'lgandan keyin bog'laganda foyda bermaydi. Mana ichkarida turibmiz. Bu 3-gulxona, lekin ko'raklari juda katta, xudoga shukr. Mana. Bu yerda tepadagi ko'raklarigacha bir xillik bor. Umuman kichiklik darajasi yo'q. Sababi mana shu eng katta agrotexnikalarimizdan bittasi bo'lgan. Keng ekilgan, oftob yaxshi tushadi. Endi biroz bulutli kunlar qiynagan bo'lsa ham juda yaxshi natija ko'rsatdi, alhamdulillah. Ajoyib. Mana ko'rishimiz mumkin. Birinchi gulxona, ikkinchi gulxona, 3, 4 va 5, 6-gulxona ham sonini bilmayman, birgalam olgan. Mayli o'rqitdi ichkari nima, tashqari edi, ichkariroqqa kirsak ham, ichkariroq ham bir-biridan qolishmaydi. Juda ajoyib. Ichkariroqda bilamiz, oftob nuri kamroq tegadi, lekin shunda ham chiroyli mevalarni olib ketyapti. Eng asosiy rezultat bu virussiz chiqarganimiz. Birorta protavirus hozircha ishlatmadik, faqat moshni immunitet bilan yetib keldik shu yoqqacha. Endi Xudo xohlasa, bu yog'iga ham zakoni bir 3 gulxonani bo'shatib olsak, shu bilan virus muammosi bizdan bezovta qilmaydi. Asosan 2-3 gulxonagacha bo'lgan davrda ko'p kuzatiladi Tober VF. Ana shu davrgacha sog' omon o'tkazib olinsa, u yog'i juda ham yaxshi bo'ladi, Xudo xohlasa. Mana bu yo'lagimiz. Yo'lagni cheti bilamiz, oftob nurini yaxshi ko'radi. Juda ajoyib manzara ana shira bo'ladi. Ko'raklari ham katta bo'lishi juda ajoyib. Kistlariga sig'may ketibdi bu. Ajoyib. Hurmatli obunachilar, videomizni shu joyda to'xtatamiz. Bu yilgi ishlarimizdan sizlarga lavhalarni qo'yib boramiz. Uzagro kanalimiz YouTube'da yopilib ketgani munosabati bilan yangi kanal ochdik. Bizani tanigan, bilganlar bo'lsa, qo'llab-quvvatlashlarini so'rab qolamiz. Biz sizlarga chiroyli ma'lumotlar va chiroyli natijalarni ko'rsatib borishda davom etamiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.